Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ijara huquqi asosida yashayotgan talabalarni ijara to'lovlari haqida gaplashamiz. Vazirlar Mahkamasining 605-sonli qaroriga muvofiq 2021-yil 1-maydan boshlab yotoqxona bilan qamrab olinmagan va o'ziga, shu jumladan ota-onasi, ya'ni qonuniy vakillarga tegishli bo'lmagan uyda ijara huquqi asosida yashaydigan davlat oliy ta'lim muassasalari talabalarining 60%ga, ular tomonidan to'lanadigan oylik ijara to'lovining 50%, O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti hisobidan to'lab beriladi. Bunda ijara to'lovining qoplab beriladigan qismi birinchi navbatda ehtiyojmand oila farzandlariga, o'rnak ko'rsatgan va faol talabalar uchun qoplab beriladi. Demak, ariza beruvchi talaba tomonidan oylik ijara to'lovining bir qismini qoplab berish uchun o'zi ta'lim olayotgan fakultetiga yoki oliy ta'lim muassasasining talabalarni turar joy bilan ta'minlash ishlarini muvofiqlashtiruvchi bo'limga yozma ariza bilan murojaat etiladi. Oylik ijara to'lovini bir qismini to'lab berish tartibi birinchi navbatda o'quv yili davomida, ya'ni har yili 1-sentyabrdan 1-iyulgacha yoki o'qitish dasturi bo'yicha o'quv yilining davomiyligiga qarab belgilanadi. Ushbu muddatlar tugagandan keyin taqdim etilgan arizalar ko'rib chiqilmaydi. Bugungi beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.